Uyimda meni bezovta qilayotgan narsa bu domovoy emas ekan. Oxirgi paytlar uyimda juda ham bezovtagarchilik ko'payib ketgani sababli men uylar tozalab dam soladigan odamni juda ham ko'p qidirdim va Buxorodan topdim. Ular uyimga keldilar, dam soldilar, tozaladilar. Ular shunaqa gap aytdilarki, uyingizda hech qanaqa domovoy yo'q, uyingiz top-toza. Sizni bezovta qilayotgan narsa sizni o'zingizga ilashgan deb aytdi. Juda ham g'alati bo'lib ketdim. Ular mendan so'radilar, kechki paytda qanaqa joylarda yurgansiz, suvli joylarga borganmisiz deb so'radilar. Men aytdim, ha, borganman suvli joyga. Shu suvlarda oldidan kechki paytda bemahalda yurganingiz uchun ilashgan dedi. Esinglarda bo'lsa, Vyetnamda kechki paytda suvda, dengizlarda oldiga chiqib, o'toqlarimiz bilan ovqatlanib yotib, plyajlarda videolar qo'ygan edik. Shunaqa xilvat joylarda kechki paytda yurishdan o'zingizlarni asranglar. Hammaga bunaqa narsa ilashishi mumkin. Ishonasizlarmi, uyimni o'qitib tozalatganimga 3 kun, 4 kun bo'lgan bo'lsa, shunaqa tinch bironta joy bitta tiriq ketgan narsa yo'q. Menda bo'lib o'tgan voqealarni hammasini aytib berdim. Ba'zan uxlayotganimda kimdir menga tikilib qarab turgandek bo'lardi, yoki yonimga kelib sekin yonboshlab yotib olardi. Esinglarda bo'lsa, videolarimda meni ko'zimga mana bunaqa qo'l ko'rindi, qo'l rangi boshqacha svet edi. Qulog'imga kelib puflagan qadam tovushlarini eshitganman deb aytgan edim. Shu ham asha menga ilashgan narsa ekan. Siz bilan rosa o'ynashgan, sizni qo'rqitishga ham uringan, lekin sizga malades, yuragingiz juda ham baquvvat ekan. Agar siz o'rningizda boshqasi bo'lganda allaqachon yuragi yorilib ketgan bo'lardi, ya'ni bitta o'zingiz turasiz ekan dedilar. Bu menga ancha motivatsiya bo'ldi. Chunki bilaman, Alloh o'z panohida asraydi bunaqa insu-jinslardan. Shuncha har doim sura eshitib, o'zingizlarga dam solib yuringlar. Uyimni 6-7 soatlab o'qib tozalash natijasida hozirda uyim juda ham tinch.